Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan barcha yurt tomoshabinlari, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasiz. Do'stlar, keyingi jarayonimizni ham nasib mana boshlab oldik. Hozirda bizda turbovlash jarayonlari ketyapti. Ko'rib turibsizlar. Issiqda endi iloji yo'q, imkon darajasida tezlatib ulanyapti. Tashqari 40 darajadan bilmam. Tag'in ham biz Toshkent viloyat Bo'stonliqdamiz. Tog'da tagi shunchalik issiq. Mana ko'rib turibsizlar. 13 gektar yer maydon. Bu yerga 125 diametrda turba tortyapmiz. U pastda texnikalar ishlab turibdi. Biz suvga qarab turishibdi. Xo'p, masofasi 480 metr, balandligi, grubi suvdan oladigan bo'lsak 30 metr bor. Nasosimizni ham ustunovka qilamiz. Hozirda biz mana turbolash jarayonlari. Hattoda qorayib ketdi. Issiqmi? Chiqaraymi? Chiqaraymi bo'lyapti. Chiqaraymi. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Xudo xolasa video davomida polni suv chiqish jarayonlarini ham qo'yib o'tamiz. Rahmat hammaga.